Bismillahirrahmanirrahim. Sura Cumu'a nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Allohga osmonlardagi va zemindagi narsalar tasbih aytadi. Allah podshohi mutlaqdir. Hamma nuqsonlardan pokdir, g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah ümmilerge yani yezishni ve o'qishni uqmaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad alayhissalomni avatdi. U, ya'ni payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ularni gunohlardan pok qiladi. Ularga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni payg'ambarning sunnatini o'rgatadi. Garchi ular ilgari ochiq gumrohlikda bo'lsa-mu, آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. hamda payg'ambarni texi ularning zamonida bo'lmagan, keyin keladigan ikkinchi bir qavmga, ya'ni qiyomatgacha keladigan musulmonlarga avatdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligi zamondoshlariga emas, balki qiyomatgacha keladigan kishilarga umumiydir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Mana bu Allohning fazlidir ki, uni xohlagan odamga beradi. Allah ulug' fazl egisidir. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Tavratni ko'tarishga, ya'ni amal qilishga taklif qilingan. Ondan uni ko'tarmaganlar, ya'ni Tavrat berilgan va uningga amal qilishga taklif bo'lsa-mu, uningga amal qilmagan va hidoyatdan foydalanmagan Yahudilar xuddi kitob yuklangan eshakka o'xshaydi. Ya'ni foydali cho'ng kitoblarni ustiga ortib olgan, chor-choshdan boshqa ulardan hech qanday foydalana olmaydigan eshakka o'xshaydi. Allohning oyatlarini inkor qilgan qavmning misoli nima degan yomon. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Ey Muhammad, aytqin ki, ey Yahudilar, agar sizlar boshqalarni emas, faqat o'zinglarnila Allohning do'stlari deb da'vo qiladigan bo'lsanglar, oxiratning rohiyatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilib beqinglar. Agar bu da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar. ولا يتمنونه
أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Ular qilgan gunohlari tufaylidan o'limni hargiz orzu qilmaydi. Allah zolimlarni bilguchidir. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ey Muhammed, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'ayibni va oshkorini bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh sizlarga qilmishinglarni aytib berdi degan. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey müminler! Cuma günü cuma namazıga azan eytilsa, Allah'ni yad etişke, yani cuma xutbasını anlaşqa ve cuma namazını ada qilishqa aldırap beringlar. Elim setimni koyup turunglar. Eğer bilsanglar, bu sizler üçün yaxşıdır. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Namaz oqulup bolğanda, yani namazdan farıq bolğanınlardan keyin zemingi tarılıp, yani öz məşğulatınglar bilen bulup Allah'ның fəzlidən tələb qılınlar. Məqsədinlarga erişiş üçün Allah'ni köp yad etinglar. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ey Muhammed! Ular birer ticaretni yoki tamaşani ko'rsa, seni o'ri turib xutba o'qivatgan peting tashlab, uningga, ya'ni tijoratga yuguridi. Ey Muhammed, ularga aytqinki, Allohning dargohidagi narsa, ya'ni savob va ne'mat tamashodin va tijoratdan yaxshidir. Alloh rizq berguchilarning eng yaxshi